Anor, yaxshimisan? Sanolaring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Bolajonlaring yaxshimi? Voy, kiymaysan-a? Ha, sovcham kelib yotdi. Shu Hindistonlik zo'r kino oladi. Mehr muhabbat kuchli deb biladi. Alo. Farangiz, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Qayerdasan, qizim? Kelib qoldingmi? Bo'ldimi, o'qishlaring bitdimi? Mashinani naqqiga uxlab kelgan, yana ochiq qolmasin. Bagajniklarga qara, bardachoklarga qara. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Yo'lda. Bo'pti bolam, kela qol. Shu qizim aqlli qiz, bir hech bo'yamaydi, tuyamaydi. Katta qiz bo'lib qoldi, lekin aqlli qiz, mayli. Baxtini bersin, ilohim. Voy, gullarimga suv qo'ymadim-ku. Hozir. Voy, mani go'zal gullarim. Qani, ozgina suv beraychi shularga. Chiroyli yuzlarim bilan chiroylilarim. O'g'lim Amerikada. Qachon kelarkan sog'inib ketdim, u ham kelmaydi. Uzoqda ishi ham qiyin ekan. Mayli. Eng kerak tinch bo'lsa bo'ldi. Bizga pul jo'natib turibdi, ro'zg'orimizni turibdi. Barak, xudo xolasa u ham yaxshi kelinlar ato qilsin. Qayerda yurib ekan bu? Bo'ldi, keldim bu-ya. Tushmagur yana rolda. Ishqilib ehtiyot bo'lsin. Hozir nima ko'p, mashina ko'p yo'lida. Yaxshimsan? Tuzunsan? O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi. Mana qara, ochkini yech. Professorlarga o'xshaysan, kandidat nauklar bo'ladi-ku. Unaqa bilaman. Yo'q. Balki ko'zini operatsiya qildiramiz, nima deysan? Bilmadim, mana. Qizim, tushmagur. Ko'rgan kishidan oddiy qiz deydi. Mayli, baxtingni bersin. Yoyasanmi, o'rasanmi, men kerak inson bo'ldi. Mana qara, akam telefon qildi Amerikada. Ha? Senga narsalar yo'rar ekan, yo'q. Pul jo'natar ekan. O'shanga aytayotdi, oyi, shu singlimga ham bir sarpa suruvlar yig'ing endi. Xadini uzatib yuborasiz. Sovchilar kelib yotgandir. Men aytdim, yo'q, hali kelayotgani yo'q, hali kichkina endi birinchi kurs tugatyapti dedim. Ergitaysanmi o'zi? Ha, hali bor. O'zi bu kim bilan gaplashmayapsanmi? Yo'q. Akang ham uzoq yo'lda. Nima bo'lar ekan u? Mayli, Alloh o'z panohida asrasin bolam. Oddiy yurganing bilan mashinang borligini bilishadi. Mayli, bu ham oddiy mashina emas bolam. Bor, kiyimini almashtirib chiq. Keldim ay. Choy bering mi? Qorning ochmi? Yo'q, boya qolgan. Nima yedinglar? O'toqlaringlarmi? Mana ol, shirinliklardan yeb tur bola. Ber. To'yi? Bilmayman, shu yangiliklar shekilli. Mana qara qizim. Sani ko'p joylardan so'rab kelishyapti. Birinchi kursda mana xudo xolasa 20 ga kirasan bolam. Adeni ham o'tib ketganlarga mana bir 10 yilcha bo'lib qoldi. Rahmat, shunchalik mana yuzim yerga qaratmayapsizlar. Aka ham o'qidi. Sani boqamiz deb. Bechara bolamga ham oson emas.
Sen ham professor bo'lmoqchimisan bilmayman. Mayli, o'qi. O'zingga yaxshi. O'qisang ertaga kelajaging bo'ladi. Bolalaringni tarbiyasi yaxshi bo'ladi. Turmush o'rtog'ingga yordam bo'ladi. Esingdan chiqarma. Erkak kishini ishi yurishmasa bu degani tashlab ketaman degani emas. Chunki erkak kishi har xil vaziyatda uni ishi yurishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Aytishadi-ku eskilarimiz, erkak kishini ishi yurishmaganda ayol kishi hamisha yonida bo'lish kerak. Xudo xolasa, seni shunaqa o'stirdimki, mayli to'q oiladan chiqqan bo'lsang ham kamtarinsan. Akang ham shunaqa. Turmushga chiqqandan keyin bolam gap qaytarma. Qiz bo'lib borasan xudo xolasa, kelin emas bolam. Mana qara, mani qaynonam, qaynotam rahmatli qanaqa odam edilar. Mana mazza qilib yuribman. Endi adayni peshonalari bor ekan, qismat ekan. Shuncha yil yashash. Men ham xohlayman sizlarni baxtinglarni ko'rish xohlayman. Nevaralar xohlayman bolam. Turmush birinchi o'rinda bolam. O'zingni yoqtirganing bo'lsa, ayt bolam. Internetdan tanishmagan. Xo'p? Kelishdiga? Ol choyini ich. Oyi, Xo'p. to'q oiladan chiqqanman, lekin siz umuman malik qilmaysiz, kibr yo'q. Endi bolam bitta narsa aytaman senga. Dodalaring, buvlaring bizani tagimiz, zotimiz, avlodimiz toza bo'lgan, halol mehnat qilib pul topishgan. Ming boy bo'lsa ham, mani adamam rahmatli, oyim ham rahmat bujoning bilan dodayam aytganlar. Boy bo'lsang ham kamtarinlik qilgan. Payti kelsa non ham yopganman, sigir ham soqqanman, bolam payti kelsa hamma o'tin ham yorganman. Yoshligimda rosa sho'x bo'lganman, ishon. Voy, xolalaring ham aytadi, voy bu qiz juda sho'x bo'lgan. Lekin mana Xudoga shukr, mana shu ota-onamizni yaxshi tarbiyasini olganligimiz uchun shunchalik bo'lamiz. Mani bolalarim ham shunaqa bo'lish kerak. Ilohim baxtinglarni bersin, akangni ham, seni ham bolam. Oyi, aytgancha ana o'rtog'imga bitta sovg'a zakaz qilgandim. O'shanga nima deysiz? Mayli. Bugun kelar ekan. Qanaqa o'rtog'ing? O'sha o'rtog'im, Ifora degan o'rtog'im bor edi. Ertaga tug'ilgan kuni shunga zakaz qo'ydim. Sizdan so'ramasdim. Yo mayli, lekin shu o'rtog'ing oddiy oiladanmi deyman-a? Bolam, mayli, voy qilaver. Nima xohlasa ber. Chunki yaxshilik qilish kerak bu dunyoda. Savob ham qilib turish kerak, bolam. Yaxshi qilibsan. Dastlabga kelsa, men senga aytaman. Olib keladimi? Ha, bugun olib kelaman degan. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Oyi, men testlarimni qiling, o'zim sizga osh qilaman. Voy, o'zim oynonishdan boringga shukr. Baxtingni bersin. Ular baxtli bo'lgan. Bor. Testlarimni qiling. Bo'pti. Xo'p, yaxshi o'tiring. Mayli, xo'p. Voy, shunaqa yaxshi tarbiya qilganman-ey. Qush inni ko'rganini qiladi, mayli. Biz ham yoshligimizda shunaqa edik. Xudoga shukr. Qizim ham, o'g'lim ham aqlli. Voy Xudoyim-ey. Bolalarım baxtini bersin. Kim? Dostavka. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz? Voy, namuncha chiroyli bu. Qizim ham dedi chakkimasdi. Ukajon, necha pul berish kerak dastavkaga? Ya shart emas, opa, o'zi sizda ishim bor edi. Yo'q. Keling, marhamat. Qizim o'rtog'iga olib qarang. Baraka topsin. Keling, hozir 1 minut. Keling, choy qo'yib beraman sizga. Ilohim, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Choydan-chi? Sog' bo'ling. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Xonadonlar yaxshimi? Tinchmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ismingiz nima ukajon? Ismim Farhod. Farhod. Eshitaman. Parangizni oyisi bo'lasiz? Albatta, ha. Shunga yaxshi bir qiz qidirib yurdim. Xo'p. Qizingizni kuzatganman 1-2 marta. Yaxshi gaplar, yaxshi so'zlar, ma'noli, tayinli. Siz qachon bilasiz qizim gaplari ma'noligini? Qizimni qachon taniysiz? Shu o'qishga kelib, shu uyga kelib, mashinadan tushgan paytlarini ko'rganman. Ota-onangiz bormi, ukajon?
Ota-onam ancha yil oldin kasal bo'lib olamdan o'tib ketishdi. Birinchi adamdan keyin oyim ko'tara olmadilar deb oyim o'tdi. Necha yil bo'ldi ota-onangiz o'tib ketganiga, akajon? Ancha yil bo'ldi, 15 yoshimda. 15 yoshlarimda. Joylar jannatda bo'lsin. Ismingizni Farhod dedingizmi? Farhodjon, kim bilan yashaysiz? Qayerda yashaysiz? Men shu ota-onam o'tib ketgandan keyin qarindoshlarim qo'lida katta bo'ldim. Amakim, onam shular tarbiyalashdi. O'zi nima ish qilasiz? Qayerda ishlaysiz? Hozircha tayinli ishim faqat dastavkachiman men. Shu olib borib. Odamlar hozir dastavka qilib, mashina haydab tirikchilik qilib yotishibdi. Lekin ayrim qizlar shuni tushunmayapti-da, ukajon. Mana pulga, mashinaga, geliko berasan, buni berasan deydi hozirgi qizlar. Lekin yigitlar ham hozir ayrim yigitlarga ham ishonch yo'qda, ukajon. Sababi yigitlar hozir ko'ryapsiz, nimalar bo'lib yotibdi. Kimdir shu ota-onani puliga ishonib, maishat ishlab qilib yuribdi, kimdir. Endi bu narsani gapirish hojati yo'q, o'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Yoshingiz nechida? Yoshim 32da, opa. Yo'q, katta bo'lib qolibsiz-da. To'g'ri tushunaman. Endi amakim bilan yashayman deysiz, xolamlar bilan deysiz. Hozir hech kim yordam bermaydi. Endi rahmat shunchalik mana sizni katta qilishibdi, voyaga yetkazishibdi. Endi katta bo'lganingizdan keyin o'zingizni arabangizni o'zingiz topishingiz kerak-da, ukajon, to'g'rimi? Shu dastavka orqali tirikchilik qilyapman, endi uylanishga harakat qilyapman, opa. Uyingiz yo'q, ukajon, xafa bo'lmang, qattiq gapiraman. Uyingiz yo'q. Dastavkadan hozir boyla tebrash qiyin, odamlar o'zini tebratib olmayapti. Juda qiyin. Lekin mana Allohga shukr, davlatimiz boy. Har xil ishlar bor. O'qimadingizmi hech qayerda? O'qidim. Shu dizayner sohasida ancha faoliyat yurgizdim. Keyin u ham nimagadir xush ko'rmadimi? Uni ham tashlab ketishga majbur bo'ldim. U sohani. Tushunarli. Mayli, endi bir qizim bilan uchrashib ko'ring-chi. Bitta narsa ukajon, hozirgi zamonda zamin yaratmasangiz ertaga kelajagingiz bo'lmaydi. Buni to'g'ri qabul qiling. Balki surishtirgandirsiz, biz ham qizimni otasi yo'q. Men ham otasi farzandlarim katta qildim. Men sizni holatingizga kirib turibman, tushunib turibman ukajon. Lekin men ayol boshim bilan mana shu ikkita farzandni katta qildim. Endi to'g'ri qabul qiling, to'g'ri tushuning. Boylik muhim emas, ukajon. Boylik bu topiladigan narsa. Lekin mana bu boshpana bo'lish kerak. Boshpana bo'lib, shu ishlagan pulingizni olib kelib, barakasini bersin deb shu oilangizga ishlatsangiz, o'shanda fayz baraka bo'ladi, ukajon. Siz hozir dastavka yaxshi, lekin topgan pulingizni kimga beryapsiz? Endi uzr, men sizni ishlagan pulingizni so'rashga haqqim yo'q, lekin men qizim ertaga kelajagi nima bo'ladi? Men bilishim kerak. Chunki qizim ko'rgan bo'lsangiz oddiy qiz. To'g'ri, to'q oiladan chiqqan, lekin biza bunaqa o'smaganmiz. Biz to'q, biza boy, biza degan narsa bizda yo'q. Bizda insoniylik bor, samimiylik bor. Shu farzandlarimni o'sha tarbiya qilganman. Farhodjon, meni ham o'g'lim bor. Hali ham uylanmagan. Lekin Amerikaga ketishib olaman. Ishoning, o'qitdim. O'zi xohladi. Endi taqdir peshonasi, nasibasi Amerikada ekan, mana o'qib, ishlab yuribdi. Uni ham xudo xolisa uylantiraman, boshqa qilaman. Endi bu peshonamizga bordi. Endi hozirgi yoshlar uylanmayman deydi, lekin 32 yosh ham kichkina yosh emas. Siz ham hozir mana 32 ga kiribsiz, hali zamin yaratmagansiz hali. Mayli, uni misol uchun balkim erkakda g'urur bordir. Lekin men farzandlarim kelajagi uchun men xotirjam bo'lishim kerak. Ertaga meni bo'lajak kuyovim meni qizimga ham ota, ham uka, ham yaqin turmush o'rtoq, ham sirdosh bo'lish kerak. Farhodjon, siz shu narsalarni qila olasizmi? Bu ota nimaligini ko'rmadi. O'shaning uchun meni bolalarimni
turmushga bergandan keyin men ko'nglim xotirjam bo'lish kerak. Man xudo xolasa agar qizingizni bersangiz, men hammasi bo'laman. Akasi ham, ukasi ham, otasi ham. Kerak bo'lsa. Endi uni vaqt ko'rsatadi. Vaqt bo'lsa. Men bir qizim bilan gaplashib ko'ray, Farhodjon. Lekin zamin yaratish shart. Chunki oila muqaddas. Ertaga janjal nimadan kelib chiqar bilasizmi? Hamma narsa shu yetishmovchilikdan, yo'qchilikdan, to'qchilikdan, sho'xchilikdan keladi. Ukajon, ham yoshingiz ham katta ekan. Mayli, men yoshingizga qaramayman, lekin qizim bilasa 20 yosh, 12 yosh farqingiz bor ekan. Men bir qizim bilan maslahatlashib ko'ray. Agar Xudo xolasa taqdir bo'lgan bo'lsa, Sevgi yoshdan deyishadi. Albatta, gap sevgi yoshda emas, lekin o'sha sevgini ham, mehr muhabbatni ham hozir nimaga bog'liq? Pulga emas. Bir-bir bilan tushunib, mana misol uchun o'ylanganingizda xotiningiz sizni tushunsa, yoningizda dalda bo'lsa, siz uni oldida dalda bo'lib bir-biringlarni tushunsanglar, ana o'shanda sevgi muhabbat bo'ladi, farzandinglar ham. Chunki bizning oilada ochig'ini aytaman, qizim unaqa janjal, to'polon narsalarni ko'rmagan. Ya, bilaman. Oddiy qiz. Endi surishtirgan bo'lsangiz kerak. Meni qizim ham unaqa manmanlik yo'q, kibr yo'q. Lekin qizimni baxtli qiladigan bo'lajak kuyovim hech qachon afsuslanmaydi deb o'ylayman. Chunki men yaxshi tarbiya berdim deb o'ylayman. Endi bu yog'i Allohdan. O'zi yosh oilalarga nima kerak? Butun davlat kerak emas. Erkak kishini yaxshi topishi, topkigan barakasi beradi. Bir so'm bo'lsa ham, tim bo'lsa ham, shu ayol kishi duo qilib o'tirsa, osh ovqatini pishirib turib, dadasi yaxshi boring, yaxshi keling deb kutib olsa, vaholanki bitta zal, bitta spalni, shu kerakli o'zimizga mana hammom bo'lsa bo'ldi. Oshxona. Boshqa hech nima kerak emas. Hech narsani ko'tarib ketmaymiz okajon. Bu dunyoda hammasi qolib ketadi. Boylik, uskuna, boshqa hech narsani ko'tarib ketmaymiz. Muhimi bir-birini tushunib, bir-birini hurmat qilib, o'sha nima edi? Uranaqaga arazlab ketib qolavermasa, o'shanda oila bir butun bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. O'sha arazlamaslikka kim sababchi? O'rtada uchinchi shaxs qo'shilishi kerak emas. Lekin ota-ona, endi sizni ota-onangiz yo'q ekan, Xudo xolasa, endi agar taqdir bo'lsa, men sizga ham ona ham bo'larman, ham opa ham bo'larman. Endi singil bo'la olmayman, har qalay qaynona bo'laman. Bir mehribon ona bo'laman. Inshaalloh bo'lajak kuyovimga men yaxshi qaynona, ona bo'laman. Endi bu yerga hamma narsa peshonadan akajon. Agar nasib qilgan bo'lsa, peshonangizga yozilgan bo'lsa, taqdir bo'lsa bo'lib ketadi. Ota-onam yo'qligi bilan men dastavkachilik qilayotgan bo'lsam ham halol mehnat qilaman. Hali ko'rasiz. Inshaalloh yaxshi kunlarimiz oldinda. Sizni ham o'zimni onamdek ko'raman. Ayolimni ham otasini yo'qligini bildirmayman. Ham ota, ham aka, ham hammasi bo'laman. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Agar taqdir bo'lsa yana bir ko'rishib qolarmiz. Yaxshi kunlarda. Xudo xolasa. Choy ichmadingizmi? Rahmat. Mayli, ilohim amin, tinchlik, sog'lik, xotirjam. Sizga ham baxtingizni bersin. Ilohim shu ammalaringizni, amakilaringiz, xolangiz baxtiga sog' bo'ling. Sizga ham yaxshi qiz uchrasin. Amin. Allohu akbar. Mayli, rahmat Dastavko'cha. Rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi bolaga o'xshabotdi. Ota-onasi yo'q. Hammani taqdiri har xil. Lekin bu Dastavko'chaga o'xshamayapti. U menimcha bu qanaqadir bir joyda, kattaroq joyda ishlaydi. Bu meni sinash uchun keldi-yo. Mayli, ko'ramiz qani bu nima bo'lar ekan. Qizim, Farangiz. Bu yoqqa qarab bor bolam.
otam, sizni sog'indim. Onam, sizni sog'indim. Qarangiz, Labbi oyijon. bu yoqqa qaravor bo'lam. Hozir. Qizim ham katta bo'lib qopti. Endi sovchilar keladi, tayyorgarlik ko'rishim kerak. Oyijon. Kel bolam. Qizim ham katta bo'lib qoldi-ya. Endi beg'oy sovchilar kelaveradi. Ha, mayli, vaqtini bersa iloyim, ollarim. Oyijon. Kel qizim. Voy, dastavkam keldimi? Ha, mana qara chiroyliligini. Zo'rmi oyi? Zo'r tanlabsan. Chiqolmabman, o'zim yeyman oyi. Mayli. O'zim olib beraman senga. Qara kelib o'tirman bizga. Chiroyli qara. O'rtoqni xursand qilsa bo'ldi. Qizim. Hozir o'sha dastavkachi bola keldi. Sani qo'ling so'rab ketdi. U sani poylab yurgan ekan 2-3 oydan beri. Shunga nima deysan? Ota-onasi yo'q ekan. Amakisi xolalari bilan yasharkan. Endi ota-onasi yo'q degani yomon degani emas-ku bola. Dastavkachi bu nima qilibdi? Halol mehnat qilyapti-ku. Bola, nima deysan? Zimmasiz shu oyijon. Ertaga keyin yana oyi topdingiz, ana qildingiz deb menga ana qilaysanmi? Sizga ishonaman. O'zim aylaylik. Keyin bir sinab ko'raylik shu bolani. Lekin dastavkachi bola emas bu. Turishidan unaqa o'xshamayapti. Qanaqadir samimiy, ichida nimasi bor-da bolani. Menimcha katta ishlaydi bu. Qanaqadir rol o'ynadimi deyman deb bilmadim yana. Mayli, vaqt ko'rsatadi bola. Endi sen ham katta qiz bo'lib qolding. Seni ham uzatishim kerak, 20 yosh. Mayli, necha yosh bo'lsang ham sen men uchun bolasan. Endi vaqt soat kelsa uzataman, xafa bo'lmaysan. O'qishingni ham balki o'qitar. Lekin bu bola menga juda ham bir boshqacha, qanaqadir sirli bola ko'rindi. Bir ko'r, agar yoqsa beraman. Maylimi? Lekin ammo bu bola qanaqadir sirli. Bu bola dastavkachi emas bola. Ko'rchi, maylimi? Bo'ldi. Podarkangni ber, ishlarimizni qilaylik. Amin, Allohu akbar, baxtingni bersin. Sen baxtlisan o'zi. Aytdingki, seni har doim baxtli qilaman. Qarangiz, ana yengillikni mendan oldin aytib qo'ying. Yo'q, men aytaman. Aytaman. Yo'q, men aytaman. Kelishdik-ku, men aytaman. Yo'q, men o'zim aytaman. Bu nasıl ko'rmaysan? Bakka. Kim desa shu. Do'ziki. Men aytaman. Farhod aka, sizga rahmat. Nima uchun? Meni baxtli qilganingiz uchun oyimni ko'ngillari xotirjam bo'lgan. Sen baxtli bo'lsang, men baxtliman. Farzandimiz baxtli bo'ladi. Qani endi qirolicham, marhamat. O'zingizdan. Sizdan bo'lsangiz. Oyim qancha? Ko'cha chiqib ketdilarmi? Chaqir. Farhod aka, uyimizdan qarang, har doim fayzli dasturxon to'ldirib qo'yadi oyijon. Farangiz o'shancha yetib deysiz-ki, oyisiga qarab qizini oldi. Qarachi onamni uydan o'tib. Men o'zim choydamlar, bugun men o'zim jentlmenman sizga. Bo'ldi, hazin oyim chaqirib chiqadi. Yaqinda farzandli bo'laman. Ket oyisi. Bugun o'zim qo'lbola osh qilib beraman sizlarga. Bolalarim ham kelishmadi-ya. Kelaman, o'da nimagadir kelyapti, yaxshimikan ishlar.
Kuyov bolam ham ish ko'pdirda. Lekin baribir meni aldadi-ya. Ko'z tegmasin. Haqiqiy ekonomist, bank rahbari bo'lib chiqdi. Mayli, sog' bo'lsin ilohim. Ye? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Voy, yaxshimisan qizim? Oyi, siz Qatdan kelib qoldinglar? Voy, o'zi bilan qatdan kelib qolding bolam? Keldik. Bir pasda voy, bo'laman, bu kim odyapti? Farhod akam olib berdi. Voy, shirin bu. Ko'rdingmi? Dastavkich kuyovimiz ham u ekonomist bo'lib chiqdi. Voy, baxtlimisan ish qilib bolam? Oyijon. Yaxshimi? Yaxshi. Qanaqa yodigilar, amakilaring, xolalaring yaxshi yuribmi? Hammalari yaxshi. Qayerda kuyovim? Birga keldinglarmi? Ha, oshxona. Voy, ma, qo'y buni. Qo'ying, Qo'y. qo'ying. Voy bolam, yur. Sumkalaringni qo'ysang-chi, kimga kerak? Voy, pitirchilab qolar ekan kuyovlar. To'xting. Sizda kuyovingiz Adil gaplari bor. Mohonam rosa sog'ingan moyi. Yo'q, sen ishlaringni qil. Men kuyov bolam bilan salomlashma. Xo'p, Bo'ldi. gaplashib olamiz. Xo'p. Hozir chiqaman. Kuyov bola, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Voy, namuncha chiroyli gullar kimga? Sizga olib keldim-da. Voy, rahmat, namuncha chiroyli. Bekorga aytilmagan, kuyovlarni payg'ambar siylagan deb. Rahmat o'g'lim. Keling, o'tiring, choy ichamiz. Voy, choyni ham damlab qo'ydingizmi? Voy, rahmat, keling. Qani keling. O'tiring, bitta omin qilaylik, keyin siz sizga qo'ysangiz-chi. Keling. Ilohim. Xush keldingiz bilan qo'sha qaring, baxtli bo'linglar, uvali juvali bo'linglar, baxtli bo'linglar. Xudo xolasa 5 yil to'la ham qilish nasib etsin. O'g'lim ham uzoqda, Alloh o'z panohida asrasin. Amin. Allohu akbar. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Uydagilar, amakingiz, xolalaringiz yaxshi yuribdimi? Sog'-salomat ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Qanaqa bankda ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Sekin bankimiz ham hozir sekin rivojlanyapti. Yaxshi. Farhodjon, esingizda bo'lsa, boshida kelganingizda dastavshikman dedingiz-a, yamman qotirdingiz-a. Mayli, kamtaringlar ham men shunday aytdim o'zi. Shu bola dastavshik emas, bu bolada bir gap bor. Chunki 32 ga kirib, zamin yaratmagan bola o'zi yo'qda, chunki bu qiyin masala-da. Mayli, avvalo hammani omadini bersin. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Qani choydan iching, o'ziga menga choy qo'yibsiz. Oling. Nima gaplar, nima yangiliklar? Yaxshi xabarlar bormi ishqilib? Bor. Sizga yangi xabarimiz bor, yangilik. Rostdanmi? Xudo xolasa navarali bo'lasiz. Voy, rostdanmi? Voy, rostdanmi? Voy, men aytdim, bo'lmagandir oyijon, boring kuyingiz bilan gaplashing. Voy, tabriklayman, muborak bo'lsin. Voy, xudoyim, Alloh rozi bo'lsin, ilohim amin. Ilohim, mana shu 5 yil to'ylar bo'lsin. Qizim ham eson-omon qutulib olsin. Ilohim, baxtli bo'linglar, 5 yil to'ylar qilaylik. Amin. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Voy, kuyov bola. Voy, o'g'lim, hech o'zing Sizga narsalar olib keluvdim men. yo'q, qo'ysangizchi. Kam bo'lsa ham. Voy, rahmat. Farhodjon, rahmat kattakon. Bo'lmasa nima qilamiz? Osh qilamiz endi. Buni nishonlash kerak-ku. Oyijon, Labbay. sizga bitta sovg'amiz bor edi. Voy, sovg'ani qilib bo'ldingiz-ku. O'sha yaxshi xabar o'zi sovg'a menga. Tanangiz ikkalamiz bir niyat qilib qo'ydik. Mashina olsangiz xursand bo'lamiz. Rostdanmi? Voy, nima qilardinglar, o'g'ri bo'lib? Voy, bu nima uchun qimmat bu? O'g'lim, qilib yurasiz bizni. menga qarang. O'zi farangiz hozir yaxshi xabar eshitdi. Farangizni bera qoling. Yo'q, farangizda bor, hammasi bor. Buni kelamiz sizga. Rahmat.